Simji brendidan yana bitta aqlli kichkinagina zo'r nasosimiz keldi. 400 watt bo'ladi. Bor yo'g'i 5 ta toshka ishi bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Mana ko'rinishi 400 watt 4800 оборот bo'ladi. Minutiga 70 litr bera oladi. Maksimal napor 30 metr bo'ladi. 224 ta ishlaydi bemalol. Kirish yon tarafdan, chiqishi har doim tepadan bo'ladi. 25 temirda plastmasli chizikka bo'ladi. Sensorning yoq bo'shashlari hammasi barmoqda porsiyada bo'ladi. Orqa taraflari. Dush juda ham past bo'ladi, inverterli bo'ladi. Hovliga emas, naprotiga uy ichiga qo'yib ishlatsanglar ham buni nasosligi ham bilinmaydi. Bunda kolonkaga o'xshab turadi. Hozir buni to'ktovlab, dushni eshittirib ko'rsatib beramiz. Ishlayotgani paytda bilinmayapti ham. Buni suxoy zashtasi bor, kuyib qolmaydi suvsiz ishlagan paytda ham. Asfalt metrlarimiz juda ham katta. Pastdan qoldiramiz, halqa chiqarasiz.